Biznesingiz yoki xonadoningiz energiya sarfi xarajatlarini nolga tushirib, hatto uni o'rnatib, daromadga chiqasiz desam, ishonasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men buni sizga tushuntirib beraman. Xonadoningizga 35 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatsangiz, u sizga har oyda 4000-5000 kilovat elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Deylik, sizning xonadoningizning bir oylik umumiy elektr energiya sarfi o'rtacha 300 kilovatni tashkil etadigan bo'lsa, umumiy 4000 kilovat elektr energiyasidan 300 kilovat sarfni ayiradigan bo'lsak, sizda 3700 qo'shimcha elektr energiyasi ortib qolyapti. Buni 1 kilovatini davlatga 1000 so'mdan sotadigan bo'lsangiz, siz bemalol har oyda qo'shimcha daromad qilsangiz bo'ladi. 3700 kilovat qo'shimcha energiya bu sizga 3.700.000 so'm degani. Siz bu mablag'larni soliq ilovasi orqali o'z kartangizga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Agar siz ham xonadoningiz yoki biznesingiz elektr energiya sarfini nolga tushirib, har oy qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Al Solar korxonasiga murojaat qiling. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.